Laureatı Taner Hasenov hem ulu Tanur Hasenov. Qirg'iziston Respublikasining ot qozongan artistkasi Alfiya Ahmadjon Bog'mahal. Mordovia ansamblining solistkalari Hamise Husaynova ham Alfiya Tepsiyeva. İlham Shakirov ismindagi xalqaro Tatar mo'g'ul konkursi laureati G'oliya Al-G'anim she'rining o'quvchi jurnalist Go'zal Husniddinova. Nur ansamblining solistkasi Gulfiya Yakupova. She'r siylav ustasi Minjiya Kassafova. Moskvada yashovchi adabiyotga g'oshib bo'lgan millatdoshimiz Radiya Ishayeva. Tatar tili o'quvchisi Albina Valiyevaning o'quvchisi Gulyoz Mavlidova. Kişinin ssenariy avtori Rizaliya Hanafiyeva. Rossiyaning ot qozongan artisti Ildar Shigapov. Kişinin olib bordilar Landish Minkina. Albina Valiyeva. Albina, Kamila Yunisova. Hurmatli tomoshabinlar. Vasiyepa, Moskva qizi, Shipshin Tatar qizi, mana shunday millatdoshlarimiz bor. Vasiyepaning o'quvchisi Kamila Yunisova. Hurmatli do'stlar, bugungi kechamiz shuni bilan tamom. Boringizga kelganingiz uchun, shunday orimcha, qo'llarimizni shaylamisha, olqishlab turganimiz uchun ulug' rahmatlarimizni yetkazamiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.